kechagina qamoqxonadan chiqib kelgan mahkuma ayol qismatini birgalikda tinglaymiz. 50 gram otgandim, to'g'risini. Mengizda qanaqadir tamaki hidi bor. Yaqinda kelganman, hali farzandlarim bilmaydi. Adasi, ukangiz ketdi, pulni bermang. Sandiqqa soling pulni. Halol bo'lishim kerak, halol. Halollikda gap katta. Dardim ichimda, ko'zimda yosh. Ichimda, ko'zimda. Assalomu alaykum Hayot TV kanalining muxlislari. Bugun biz poytaxtimizdagi mahallalarning biridamiz va kechagina qamoqxonadan chiqib kelgan mahkuma ayol qismatini birgalikda tinglaymiz. Ushbu ayolning pushaymonlari, ichidan o'tkazganlari, maqsad va vazifalarini hozir sizlar bilan birgalikda eshitib olamiz. Aytishlaricha 7 yil qamoq muddatini o'tab kelganlaridan so'ng ana endi yaxshi hayot yo'lini tanlamoqchi ekanlar. Hozir birgalikda bilib olamiz qancha mashaqqat chekkanlar. Baribir ayol ojizi, uning ichidan qanaqa kechirmalar o'tgan va o'tyapti. Hozir shular haqida gaplashamiz. Eshiklar ochiq ekan. Assalomu alaykum. Ha, kel. O'zi yaxshimisiz? Ha, keldingmi? Mahalla raisi berganini aytib qo'ydim. Ha, keling, bunga ketsan keling. Kirsak maylimi? Men ruxsat berdim-ku o'zi. Xo'p, kel. Yaxshimisiz, operator uka? Eshik o'g'irlaring. Eshikni yopamiz va boshidan aytib qo'yaylik. Bizda chunki bunaqa muammolar ko'p kuzatilganda opa. Videoni syomka qilib bo'lganimizdan keyin o'chirasan deb turib oladiganlar bor. Rozimisiz syomka qilib xalqqa chiqarishimizga? Sizning xizmatingizni mahkuma ayol sifatida. Rozilikka roziman. Lekin hozirgi kunda bolalarim oliy yoqda o'qiydi. O'sha Bolalaringiz o'qiydi. Bolalarim o'qiydi, lekin bolalarim hali chiqqanimni bilmaydi-da. Yuzimga annaqalaring bor, undolaringni qo'yasan. Yo'q qo'yamiz. Ha, agar qo'ymasang qana lekin. Bo'ldi. Talab va takliflarga binoan mahkuma ayol mayli sizga mumkin opa. Yuzlarini bekitamiz, bu o'zlarining talablari. Qani boshlaymiz bo'lmasa. Lekin kiyinmadim, lekin kiyishni xohlamayman. Nimaga? Xohlamayman kiyinishni. Bo'ldi. Bo'ldi. Men ko'proq qilma, asabiylashtirma. Xo'p. Mana shu yerda o'tirsak bo'ladi opa. O'tir. Boshqa joyim ham yo'q, mehmon. Endi taxmin qilib o'tirdim. O'z odatda ichmayman. Opa, yashash sharoitingiz og'ir ekan. Necha yil bo'ldi ta'mirlanganiga uyni? Men qarang-ku, hozir kimga yashash sharoiti, masalan, oson. Yashashni o'zi bo'lmayapti hozir. Ish kunimga ham shukr qilaman. Bitta narsa so'rasam, keling, mana intervyuni boshidan hamma narsa ochiq oydin bo'ladi, sir yashirilmaydi, hamma narsa rostcha gapiriladi. Shunga va'da beraylik. Bizlar o'zi faqat rost gapiramiz. Bitta narsa so'rasam xafa bo'lmaysiz. Nimaga ichib olgansiz? Men ichmayman, odatda o'zi qanday taxmin qilaman-da, chunki hayot tashlari shunaqa charchatgan ekan, ichmasam bo'lmaydi. 50 gram otgandim, to'g'risini. Mengizda qanaqadir tamaki hidi bor. Uka, ortiqcha savollar berma. Bo'lmasa eshikni ochib qo'yayman. Mayli, roziman, lekin bitta narsani aytib o'tish kerak-da, bizni video mahsulotlarimizni 18 ga to'lmaganlar, voyaga yetmaganlar kuzatadi. Shuning uchun shu tamaki mahsulotlaringizni, alkogol mahsulotlarini olib qo'ysak-da. Bo'ldi, uka, hurmating yo'q, yig'ishtirib qo'yaman. Lekin uzoqlashtirmang, chunki hayot shuni ma'lum qilganda. Rahmat opa, tushunganingiz uchun. Shularni yig'ishtirib qo'ysangiz, keyin yoshlarni hurmat qilaman, ayollarni hurmat qilaman. bor ekan opani. Lekin hali o'zim qilmaganman, shuning uchun bir o'zimga narsa tayyorlayapman. Endi bizniki shu yengil hayotda, yengil shunday bir ro'zg'or bo'lmagandan keyin, bola chaqa bo'lmagandan keyin ozgina pomidor bodring salatcha qilib mana yeb o'tiribmiz-da, uka. Shunday turadi, chunki men yig'ishtirmayman. Uka, hozir sen menga aytding-da, mana men ichmasligim mumkin, chakmasligim mumkin, lekin siqilib ketsam ba'zida alamimdan shu ishlar qilaman, endi men harakat qilaman. Lekin bir armon bor-da, uka, armon bor. Aytadi-ku, ot minganda og'maslik uchun egar kerakmasmi odamga? Hech kim jigarchalik bo'la olmas. Og'ir kuningda jigar yaraydi. Jigar kerakmasmi odamga deb. Mana farzandlarim hozir jigarimda, opamda. Jigar ekan, qarab turibdi hozir. Yaqinda kelganman, hali farzandlarim bilmaydi. Bu ahvolimda ozgina tuzalay, 4-5 so'm qilay. Oldiga bir go'zal ona bo'lib boray deb olib kela olmayapman. Jigarlar, bir-birlaringga oqibatlaringni bilinglar. Erta o'lib ketsalaring hamchi, tobutlaringga jigar ko'taradi, begona chetdan turib kuladi. Nimaga o'ldi? Yoshi o'ldi, qari o'ldi deb. Bir-birlaringga hech qachon jigarlar yo'qlab turinglar. Jigar faqat kerak bo'ladi. Aka, uka, bir-birlaringni boylikka almashmanglar.
Bilasizlarmi, bu yomon narsa bu. Jigarlar kerak bo'ladi ertaga. Jigarlar hozir og'ir kunimda mana jigar yarayapti. Hayot. To'g'ri, menga chekmadinglar, bu siqilganidan chekyapman, men chekmasligim ham mumkin mana. Oxirgisi mana. Chekmayman mayli. Lekin xotinining gapiga kirib, ba'zi bir xil kelaylarning gapiga kirib, erkaklar xotinining gapiga kirib, adasi ukangiz ketdi, pulni bermang. Sandiqqa soling pulni. Yoki opingiz ketdi, singingiz ketdi, pulimiz yo'q deng degan zahar xotinlarning gapiga kirmanglar. Ertaga og'ir kunlaringda kim kerak bo'ladi? Jigar. Jigar degani bu. Bilasizlarmi, nima uchun jigar deyiladi? Insonning organizmini aytib gapiriladi. Chunki o'sha jigarlar og'ir kuningda yaraydi. Menga oson emas, menga hozir mana jurnalist bola savol beryapsan, opa yashashingiz nima xarob deb. Men shunga shukr qilaman. Chunki odamlarda yo'q shu uy ham, menda bor shu uy, bor mana. Qolgan ekan erim rahmatlidan. Joyi jannatda bo'lsin, erimdan qolgan ekan. Odamlar kvartirada turadi. Hechga noni yo'q, araba surib yurgan yigitlar bor. Men ayol boshim bilan mana yordam beryapti deyapman, hukumatdan yordam olyapman, qo'ni-qo'shnilardan yordam olyapman. Lekin baribir farzandlarim yonimda yo'q. Menga bu uy ko'rinmaydi ko'zimga. Halol bo'lishim kerak, halol. Halollikda gap katta. Harom teshib chiqadi baribir. Bir kun teshib chiqadi. Shuning uchun men yig'lamaysiz, ko'zingizda yosh yo'q deydi. Dardim ichimda, ko'zimda yosh. Ichimda, ko'zimda. Mana shu uyda yomon deyman, menga bo'ladi mana shu yer. Uy ko'rmana, uy yo'qlar qancha.